Assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Felixman. Bugungi videoda Minecraftda qishloq topish usullari. Minecraftda play bosib new degan joydan adlanket bosib seed degan joyga yozasizlar. Erosam deb qishloq yo'q deb o'ylamanglar. Men ham shunaqa o'ylagandim boshda. Mana buyoqqa qarab yurasizlar. Va mana bu yerda qishloq chiqadi. Mana bunaqa. Bu yerda video olib bu yerda ham video olib oladi. Bu yerga kirishgan. Mana shu yerda biz tekshirib. Men bo'lsam mana shu yerda yashagan bo'lardim. Eshigi yopilib qolibdi. Haydi jeydi. Yaxshimisan? Qalanib qolibsan. Tabriklar. Qiyin sening o'lganing biladi. Portlatamizda. Keyingi qishlog'imizning nomi Marabel degan qishloq. Ikkitali va Creative World yani bosib turib mana bu yerda ham Marabel degan qishlog'imiz chiqdi. Faqat yarim yer, yarim suv ostida qolgan. Mana bu yerda oltin yoki almos bormikan? Oltin bor ekan, ikkita kirka, 5 ta boshqa. Xullas, keyingi qishlog'imizning nomi Rabat degan qishlog'imiz bor. Mana shu yerda chiqib qoldi. Mana bu yoqda ham mana robot. Bu yerda ikkita qishloq bo'ladi. Ikkinchi qishlog'imiz mana. Men mana shu yerda tanlayman. Eshigi yo'q. Survival mana degan tarot qo'yib survival. Men YouTube'da bitta qishloqni ko'rgandim. Qo'rqinchli qishloq degan Minecraftda yozgan bittasi. Qani davay biz ham yozib kelamiz chiqarmikan. Sit degan joyga qo'rqinchli qishloq. Kanalga obuna bo'lib videoga like bosinglar. Unda qishloq chiqqanda mana bizda qishloq chiqarmikan. To'liq ochmadi. Shu yoqdan ketaveramiz. Keyingi videolargacha xayr, salomat bo'linglar do'stlar. Keyingi videolarda esa ko'rishguncha